Salom hammaga, kanalimiz kuzatuvchilari. Kecha yangilikni ko'rgan bo'lsangiz, Uzbek Tyson Qozog'istonda birinchi raundda o'zida yana jangda g'alaba qozonib keldi. Bu Uzbek Tysoniga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'tgan safar ham video qilgan edim. Juda ham ko'p odam yaxshi fikr bildirib, kommentariya yozgan edi do'stlar. Uzbek Tysoni o'zini formasiga anchagina kiyvagan, ko'ryapsiz, g'alabalar asta-asta bo'lyapti. Uzbek Tysonida anchagina tirishqoqlik bilan, jon-jahdi bilan kurashyapti. O'zbekiston bayrog'ini nima bo'lganda ham tepalarga ko'taryapti. Boshida Uzbek Tysonini Instagramda videolar chiqargan payti juda ham ko'p odam kulgan edi-da, sen eshitma bo'lmaysan, seni qo'lingdan eshitma kelmaydi deb, rosa ham ko'p tanqid qilib, ustidan kulishgan edi. O't yesam yeyman, qimorda reklama qilmayman. A few moments later. Anasini sizga. Vochi yaqin bilan. Lekin shunga qaramasdan Tyson o'zini kuchi bilan cho'qqilarga chiqishga harakat qilib, mana hozir anchagina o'zini dadil tutib oldi, to'g'risi. Men shu bahonada o'zimning fikrimni aytib o'taman. Taysonni ota-onasiga birinchi o'rinda rahmat, mana shunday o'g'il katta qilganiga. Hozir sizlarga men videolar tahlil qo'yganman, mana shu jangdagi bo'lgan voqealar va jangdan keyingi bo'lgan voqealar. Albatta ko'ringlar. Like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Uzbek Tysoniga omad tilamoqchi bo'lganlar, albatta Uzbek Tysoniga omad tilab kommentariya yozib qo'yishni unutmasin. Do'stlar, videoni boshlaymiz endi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Bizlar qayerga ketyapmiz? Topinglarchi. Bizlar Almataga Taysonni 25-iyuldagi jangga ketyapmiz inshaalloh. Nasib qilsa inshaalloh chiroyli, pobeda chiroyli g'alaba qilib qaytamiz. 2 kishi ketyapmiz, 2 kishi boramizdan chiroyli pobeda. Inshaalloh padishkada o'tiringlar. Sotda ayiramiz, ko'pkarda qanday ayirgan bo'lsa shunday ayiramiz inshaalloh. Duo qilib qo'yinglar, duoda gap ko'p. O'zbekiston obuna. Бойца 70,3 килограмма. На весы приглашается спортсмен из Казахстана Наурузбай Толепберген. Официальный вес бойца 70,3 килограмма. Bolalar ikkita bo'ydan kelgan Tyson jangga chiqarlar. Xudo xolasa nasib bo'lsa, ikkita jang qoldi, inshaalloh chiroyli g'alaba qilamiz. Alloh o'zida harakat qilib, yerga bekarga kelib qolmadik. Nastroy qanaqa? Nastroy yaxshi. Padishkada o'tiringlar. Duo qilib turinglar, duoda gap ko'p, xudo xolasa. Bam! Birinchi raund nokaut yetadi. Endi bir narsa deyolmayman, katta gap bo'lishini man bilmadim. Endi bo'lsa birinchi raund yoki 2 yoki 3. Hozir g'alaba qilsa bo'ldi. Birinchi raundni 4-minutini kutinglar. 4-minut. Inshaalloh. Shohhasan aka, nastroy qanaqa? Yaxshimi? Yutamiz bugun. Nokautman yutamiz. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolisa alhamdulillah g'alaba qildik. Xudo xolisa Ramazon Temirov ham g'alaba qozondi. Juda ham xursandmiz Tyson bilan ikkalamiz. Bu yerda ham ancha ko'p g'alaba qozonildi. O'zbek xalqimizga g'alabalarni sovg'a qilish davom etamiz. Ramazon Temirov xudo xolisa keyingisi aka kamar bo'ladi inshaalloh. Oshna, jang qanday o'tdi? Assalomu alaykum hammaga. Alhamdulillah, mana bugun chiroyli men ham g'alaba qozondim. Ramazon Temirov g'alaba qozondi. Shohhasan aka g'alaba qozondi. Tabriklayman hamma butun o'zbek sportchilarimiz. Juda ham xursandman. Hammasi chotga zo'r. Zaryajni borlariga shukr, butun O'zbekiston xalqim qo'llab-quvvatlab turgan. Gaz shunchaki. Xursandman, bor emotsiya. Jonlaring sog' bo'lsin, O'zbekiston qo'llab-quvvatlash davom ettiringizlar. Negativlar
ozgina pauza qilinglar. Chunki biz birlashib, birimiz Yevropada, birimiz O'rta Osiyoda harakat qilyapmiz. O'zbekda jamoasi kengaysin, toraymasin. Xudo xolasa, olg'a o'zbegim, bugun sport. Assalomu alaykum. Kelaverasizlar. Media bayis deyotganlar endi. Shazorgan, Tyson, Уважаемые секунданты, освободите главков. Просим покинуть пределы октагона. Аспарин, не поддержим бойцов! Tyson, let's go. Mana shu insonda menga qandaydir motivatsiya berdi. Agar mana shu juda ham qo'rqib tushkunlikka tushib turdim, lekin mana shu inson malades, uka, gazini bor, qo'rqma. Bu dunyoda hamma narsa qoladi. Bizdan qoladi, lekin mana shu ko'ngil cho'ktiraman, kayfiyatlarni mana qilib, o'zing yaxshi tutib bo'ldi. Mana shu akaning sirni qo'lladim, bittadan mag'lub qildim. Ayağını giyin. Tyson birinchi raund o'zida g'alaba qozondi. Tabriklayman, молодец. Rekordini ham 6-2 qilib oldi, xudo xolisa. Faruz aka bitta. Rahmat akajon, sizning soyalaringizdan mana shu darajada traktorni kelyapti aka. Boringizga shukur. Dunyo turguncha bir akajon. Tabriklayman. Davoing bo'lsin. Rahmat aka. G'alaba qildingmi endi? Qildik. Emotsiyada o'zimga ishonmayman. Секунде первого раунда техническим нокаутом победу одержал Шазорген Тайсон. Ana.